Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mehmonimiz ustozimiz Azimjon akamiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan keldilar. Mana ustozimizga hozir mana RKF T1 modelini hozir tavsiya berdik. Mana ustoz oldilar. Endi ustoz sizga bu apparat ham kerak emas edi. To'g'risida qo'llab bilardingiz. Endi bu nima deydi endi? Endi odamlar shuni xohlayapti ekan, shuning uchun olyapmiz. Shunda ko'rib bering deyishyapti. Yo'q. Iloji yo'q, olyapmiz. Men qolganda unaqa bo'lmagan olmasin. Ha, rost. Endi ko'pchilik vrachlarimiz xudo xolasa bu apparatni men aytganman, hozir ham aytaman. Bu UZI apparat har bitta vrachda bo'lishi kerak. Bu zamon talabi o'sha vizif. O'sha viziflar turibdi. O'sha siz o'zingiz boradigan klientingiz, boshqasi kelib mana o'qimaydi. Bitta vrach davololmasa siz bo'lishingiz mumkin-da. O'sha klientlaringizga shu apparat kerak bo'lyapti, olib boryapsiz. Boshqasiga tanlov beraversangiz, keyin vizif ham kamayib boraveradi. O'shaning uchun UZI apparatlarimiz kerak. Xudo xolasa rentgen apparatga ham qiziqish bildiryapsiz. Xudo xolasa uni ham qilib beramiz sizga, xudo xolasa. Do'stlar, Oltiariq tumaniga akamizga mana apparatni beryapmiz ustozga. Telefon raqamlarini pastga yozib qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa, davolashdan tortib hammasini ustoz qilib beradilar. Bunaqa mahsulotlar qaysi vrachlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, bizda boshqa turdagi mahsulotlarimiz bor. Kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlarimiz. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.